Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Aka-ukalar, yaxshi kunda sifatli zo'rlaridan. Orqa keti baland, buqaga tayyor. Xudo xolasa aka-ukalar 15 yil, 20 yil maza qilib sigir qilib boqadiganlardan, sutga ham, bolaga ham zo'r ishlaydiganlardan. Xudo xolasa aka-ukalar 4 son. Orqa keti pachka narsalardan ko'rsatamiz. Video tuzmasdan oxirigacha ko'rsanglar, mana qangi Angus hunajimiz ham, semental hunajim ham bor. Xudo xolasa aka-ukalar bularni kuzgacha yetiladigan bo'lsanglar, xudo xolasa teppa-teng qoladiganlardan. Sababi orqa keti baland, stakan tuyoq. Xudo xolasa olib la foyda qiladiganlardan ko'rsatamiz. Bir donadan laykni bosib, poddeshkada bo'lsanglar, aka-ukalar shunaqangi sifatlilardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Manzillarimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani, O'rta Sharxondan bo'ladi. Jahongir akamizning xonadoniga yetib kelganmiz. 4 dona hunajinimiz bor, xudo xolasa. Buqaga tayyorlari ham, yosh ko'chatlari ham bor. Imkon darajasida to'liq ma'lumotlarni beramiz. Kimga narxi, sifati biz bergan ma'lumotlar yoqsa, ekrandagi nomerlarga bog'lanib, savdolarni qilaverasizlar. Xudo xolasa, kami g'ij-bij. Bo'ylarini, hamma ma'lumotlarni beramiz. Aka-ukalar, hafta kuniga seshanba 2026-yil, xudo xolasa 10-fevralda. Quyoshlar ham chiqib qoldi. Yana 1 oy, 2 oyda bu yog'i ko'klam. Xudo xolasa mol baqish ham qiyin bo'lmaydi, behijolat olaverasizlar. Aka-ukalar, sizlar ko'p kutirmaylik. To'liq ma'lumotni mana Jahongir akamiz o'zidan birgalikda olaveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Daston yaxshimisiz? Obunachilar yaxshimi? Sizmisiz? Charchamasdan. Kelayotgan ro'zalar bilan. Sizmisiz? Obunachilar ham yaxshimi? Xudo xolasa mana go'zallardan olib kelib qo'ydi. Zo'rlardan, ha. O'tgan safar videolar xudo xolasa egalariga berdik, xudo xolasa. Ertaga bugunmi, abitdan chiqarib olamiz, Jizzaxga chiqarib olamiz, xudo xolasa. Qolganlar Qo'qonliklar oldi. Nobod tomonlarga bo'lsa, mashinamiz bor. Bor, xudo xolasa, behijolat unisi. Gap yo'q. Vodiy ichi dastavkalari qilib beramiz, ha. Baholar kelishilgan holatda, xudo xolasa. Bu yoqqa ham chipchi yordam qilamiz. Ha, yordam qildik, aka bilan ham kelishdi. Xudo xolasa, ko'rib tursa ham rahmat aytadi, xudo xolasa. Sog'-salomat bugun chiqarib olamiz. Xo'p, aka, bular nimalarga garantiya beramiz? Yemoq, ichmog'iga, xudo xolasa, bir hafta so'roq javob qilaveramiz, Dastonbek. Havodan yo'qadan yashirik kasallikka javob bermaymiz. Javob berilmaydi. Ha, endi bu misol avvalo Xudoda endi bu narsani. Yemoq, ichmog'iga borib tekshirib olaveradi. Borib silyos bilan kutib olishaversin, hali. Endi aka, menimchaligi unaqa kasalliklar biror joyda o'lib qolganini boshqasini eshitmadik. Yengil o'tib ketyapti u narsa. Hali kimdir hali yangi olyapti turganda qo'rqadi-da, bar Dastonbek. Hali siz bilan biz barib ko'rib yurib netib tursa, avvalo bo'lmasin bunaqa narsalar. Yo'q, xudo xolasa. Gap yo'q. Boshlardingmi aka? Ha, boshlar, xudo xolasa, mana ikkita shvetimiz bor Dastonbek. Yosh oilalarga xudo xolasa 1 yasharga borib qoldi, xudo xolasa. Buqaga tayyor. Mana ostilarini ham qarang, jonivordi. Mana tortib turing. Idishlari ham yaxshi, xudo xolasa. Zo'r. Mana orqa ketlari baland. Mana bunisi ham. Zo'r. Tur joyda, xudo xolasa. Olgandan maza qiladi-da. Aka, imkon bo'lsa bir qo'ra olish kerak. Ha, bitta olgan odam maza qiladi lekin. Qarang. Lekin avval lekin bir joydan chiqqanmi? Orqa ketlari baland. Ha. Xudo xolasa yaxshi. Bo'ylarini necha chiqadi aka buni? O'lchab bersangiz ham o'lchaman beraveramiz o'zi, Dastonbek hozir. Bitta metr olib kelaman. Yo'q, metr bor hozir. Yo'q, o'lchab beramiz, xudo xolasa. So'rab keladigan, ali so'rab anaqa qilsa tashab beraveramiz. Ha, tashaman beraveramiz. Yo'q, o'lchab ber desa, metr ham bor olib kelib qo'yganman. O'lchab beraveramiz. Ha, o'lchaman beraveramiz. Gap yo'q. Bo'ylar 1.20 dan baland. Shu, 1.20 dan baland. Degan berdi metr dab chiqing. Xo'p, aka, ular yoshiga yetganmi? Yoshiga yetdi, xudo xolasa borib buqaga qo'yib qo'ysa tayyor. Kurak yormagan bular. Yo'q, kuraklarni ham ko'rsatib beraman, qarang, keling Dastonbek. Haligi kimdir hali yoshga to'lib qolsa, 2 kurak, 3 kurak mana. Hali o'ylab ham ko'rmadim. Yo'q, hech bolasi yo'q, xudo xolasa mana. Mo'larni ham qarang. Mana ku. Bo'zak ichda turibdi hali. Eng qiziq joylari mana shu idishlarida ekanda buni. Ostilari ham xudo xolasa aytayapman, olgandan maza qiladi. Mana yuvoshligi. Buni qarang. Sutga ekanda. Ha, sut yo'lanishi xudo xolasa. Olib keling uni. Mana bo'ylarni ham o'lchab ko'raylikchi. Mana. O'tgan safar aytdingiz Dastonbek. Mana. Xo'p, keling Dastonbek, o'z nima qilavering? Mana. Xo'p, 23-24 chiqyapti aka. Ashida. Ha? 20 dan baland. 20 dan baland. Zo'r. Mana monosi ham. Tek. Xo'sh. Mana bunisi ham. 1 sm bag'i. To'g'ri. Bir xil ekan, aka, deyarli bular. Zo'r.
Olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Oyoq qo'llarni bir ko'rsatib bering. Oyoq qo'llar polvon narsa ekan. 4 son ekan xudo xolasa. Bunisi mana stakan tuyoq ekan. Bu bir joyda turgan shekilli. Bir joyda turgan, ikkovi bitta odamni oldi aka. Bir joyda xudo xolasa olgan odam maza qiladi. Xo'p, aka endi bularni ikkalasini bitta aytamizmi yo donalabmi? Xolasiz bitta desiz bittaga men aytaveramiz. Ikkovsini aka donalab ayting, keyin bir joyga ayting aka. Dastonbek endi bularda endi hali 25, 26 deyish kerak yo'q. 24,5 dan berisin tanlashib olsin. 24,5. Ha, 24,5 dan. Bir joygacha aka necha pul chiqadi? Yaqin qilib ayting. Dastonbek 24 milliondan xudo xolasa bir joyga bo'lsa orttirib beraman. 24 million. Vodiy bo'lib dastlabki vaholarga kelishilgan holatda 1 millionga bo'ladigan bo'lsa 500 million men beraman. 23,5 dan 1 so'm kam. Dastonbek yomon gapirmani, hozir siz bilan tortishib boshladi. Lekin telefon qilishaversin, birinchi telefon qilgancha tushirib beraman. Bir joyga oladigan bo'lsa. Bir joyga oladigan. Ha. Donalabga ham zo'r qilib berasiz. Donalabga ham zo'r qilib beraman, xudo xolasa. Lekin ikkovini bitta odam olsa maza qiladi. Zo'r. Xudo xolasa aka-ukalar ikkita shved, oq quloq, oq tumshuq, liniyasi zo'r, pachka narsa. Ha, halidan aybi yo'q, xudo xolasa bu narsalar. Bir joyga olsa aka, kuzgacha yetalasa zo'rda bu. Ana, xudo xolasa bu qonda yashingda tushib qolsa o'zingizdan bilyapsiz-ku, qancha aytishini. To'g'ri. Bu Angus xonajinimiz 10 oyga to'ldi, xudo xolasa. Zo'r. Uzunligi yaxshi, Xudo xolasa, hamma yo'q joyida, mana ostilarini qarang. 10 kun oldin qo'yilgan ekan. Endi ushab qo'ygan bo'lsa, ushab qo'ygan bo'lsa ha, zo'rding. xudo xolasa, ushamasa ham o'zi qo'yib beradi, xohlagan nimasiga. Gap. Qiziqtirishga emas, boshqa emas, o'zlari uchun haligi bir tekshirib qo'yadi. Endi go'shtga boqaman deganlar bo'lsa, bir tekshirib qo'yadi, to'g'rimi aka? Ha, tekshirtirib olaveradi. Zo'r. Xudo xolasa aka-ukalar bolaga ham, go'shtga ham, sutga ham hamma yoqqa zo'r ishlaydigan Angus. Bu ham mana qiziqqan odamlarga olib kelib qo'ydim. Buni orashurada so'rashyapti. Zo'r. Mana bo'ylari ham Dastonbek. Necha aka? Aytavering. Dastonbek 120 dan baland. 120 ga olishaversa, ha. 20 ga aka. Ha, borib o'lchaman, olishaveradi, xudo xolasa. Uni yutuq tomoni ash qo'yilgan. 10 kun. Ha, 10 kun oldin egasidan so'radida, yosh kattaroq odamdan, bir 65-70 ga kirgan odamdan oldik. Zo'r. Hali 10 kun oldin qo'yib qo'yganman, endi yolg'on gapirmagandir. Endi ushab qo'ygan bo'lsa, ushamagan bo'lsa ham yutkazmaydi. To'g'ri. Xolasi Angusga qo'yadi, xolasi sementaliga, xolasi shvedga o'ziga yoqqan nima urug'da qo'yib olaveradi. Narxini ham shunga qarab aytasiz. Ha, xudo xolasa shunga qarab, qisirga aytamiz. Qisirga aytiladi. Ha. Qisirga sotiladi. O'zlari uchun tekshirish. Ha, tekshirtirish bo'laveradi. Xudo xolasa endi 10 kunda misol odamni qiziqtirish, masalan, ostilarni jonivorni qarang. Ishi ham zo'r. Ha. Aka, nima deymiz endi? Dastonbek buni hali 23 million deyish keragi yo'q. 22 ham yo'q, xudo xolasa. 20 million 500 ming bersin, bu oddiy bir dastlabga qilib beraman. Zo'r. Hali bu maqsad sotish. Kami xayri bor. Ha, telefon qilganga xudo xolasa tushib beraveramiz. Endi aka-ukalar bir hisobini olasizlar. Ha. Nima deydi? Agar o'zlari uchun tekshirtirishadi, bu vaqt chiqmasa aka, go'shtga boqsa ham zo'rda. Ha, 120 xudo xolasa Dastonbek. 20 millionga hozir novvosi qanaqasini beryapti aka? Endi Dastonbek o'z nima bilib turib kichkinasini beryapti-ku. Ular yemlar bo'ladi yo boshqa qilib? Ha. Mana unga misol endi qo'yib qo'ysa puliga pul qo'shilyapti. To'g'ri. Bugunga ham mol yettiga bo'lmayapti. Biz ham olishimizga qarab qo'yyapmiz narxlarda. Bizga ham shu 500 so'm, 400 so'm qolsa bola chaqamiz yegizamiz shu. To'g'ri. Olgan odam baraka topsin. Katta narsa aka. Ha, xudo xolasa 120 haz ekanmas-da, 10 oy. Hali bu o'simi bor hali buni. 20 million 500 ming kami xayri bor. Dastlabkasini qilib beramiz. Yemog'i, chimog'iga, xudo xolasa oyoq qo'llariga javob beramiz. Havoda yo'qoladigan yashil kasalga javob berolmaymiz endi Dastonbekga. Oldini keyin. Ha. Gap yo'q. Endi bu hali zagonda yurganicha arg'amchiga bugun tushdi deyapti, tashlab chiqqan odam bugun dedi. Zo'r. Ha, baylaqa tushmagan. 20 million 500 aloqaga chiqaverasizlar. Mana Dastonbek sementdan xonajinimiz, xudo xolasa. Zo'r. Polvonidan so'ragan obunachilaringizga. Xo'p, rossiyskiy sementalni bolasi. Ha, xudo xolasa. Zo'r. Hali 100 ga 100 demaylik-ku. Yo'q, endi sutga ham ishlaydi. Ha, ya, mana ostilarini qarang, Dastonbek. Sementlar o'tadi-da. Ostilarini qarang, jonivorda hozirda qarang. Jonivorda. Zo'r. Ana akalar. Sigir quvosiylar ham zo'r va Ha, maza qilishadi xudo xolasa. Bu ham qolib ketmasin endi. Bo'yini o'lchab qo'yaylik. Dastonbek 1.10 ga olishaversin. 1.10 ga. Ha, undan baland. Undan baland. Ha. Yosh oyliklar 6 oylik Dastonbek. 6 oylik. Ha. 6 oylikka yaxshi natija. Ha, hali bu o'sadi bu hali. Bitta sigir quvos aka. Ha, bitta yangi xo'jalikka chiqqan odamni mola. Zo'r.
Bunda hali o o'sim bor hali, hali qatib qolmaydi. Xo'p, aka, nima deymiz endi narxiga? Buni narxiga Dastonbek, endi bunaqalarni ham ko'ryapsiz, hali unaqa 100 ga 100 deb ham misol 20 million ustida gapirishyapti. Bizda unaqa narsalar yo'q, xudo xolasa. Dastonbek 18 million 500 ming bersin, vodiy bo'lib dastlabga qilib beraman. Birinchi telefon qilgancha tushib beraman. 18 million 500. 500 ming. Xudo xolasa yana kami bor. Ha, xudo xolasa. Buni ham boborib yemoqchilarni ko'raveradi. Havodan yuqadigan yashil kasalga javob beramiz. Oilamizda xudo xolasa yo'q. Gap yo'q. Bo'lmasin. Bizdan olib turib ham iloyim ulardan bo'lmas, umid bilan olyapti-da bu ham. To'g'ri. Kimdir sigir, kim pul ushlab turishga shu. Maza qilib boqadi bu. Baxsan xudo xolasa rahmat aytsin. Gap yo'q. Xo'p, bugungi aka shularmi? Dastonbek bugungi mashlar xudo xolasa. Hali biz xudo xolasa to'xtamaymiz, lahlarni bossin. Gap yo'q. Xudo xolasa Rossiyada yurgan musofirlarni ham Xudoyim o'z panohida saqlasin. Biz u yoqdan pulni jo'natishsin, Xudo xolasa biz molxonasini to'ldirib yuboraylik. To'ldiramiz. Ha. Gap yo'q. Aka-uka. Olgan odam barakat olsin bizdan. Ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga telefon qilasizlar, telefonda ma'lumotlarni beramiz. Yoki-da kelib ko'raman deganlarga lakasalar tashlab beraveramiz. Xudo xolasa nimasi behijolat. Yakka-yakka video qilib berilsa, videolar ham qilib beraveramiz.